Keçiren vatandaş, keçiren. Keçiren vatandaş. Bu kesel bir gün, 11 gün ton kılıp adamla. Xudaya, Xuday. Endiki mavzu qaraylı. Qozog'iston Ichki ishlar muvaqqat ministeri mundaq ko'rsatdi. Namoyishchilarning qurol-yarog'lari qonun ijro qilguvchilarning qurol-yaroqlaridan sarxil. Mavzuli xabar 1-oyning 10-kun Twitter betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya sun'iy amro agentligi 1-oyning 9-kuni mundaq xabar qildi. Qozog'iston Ichki ishlar muvaqqat ministeri Turkimbayev 1-oyning 9-kuni televiziya orqali nutq so'zlab mundaq ko'rsatdi. Qozog'istonning har qaysi joylarida ko'tarilgan qo'zg'olon yuqori darajalik tashkillik ko'tarilgan qo'zg'olon bo'lib, namoyish jarayonida kasbiy iqtidorini joriy qildirdi. Turg'unboyev mundaq ko'rsatdi. Namoyishchilar yetarlik tashkilotchanlikni, intizomchanlikni ko'rsatdi. Hujum qilishdan burun namoyishchilar yo'l yoqib bo'ylaridagi kuzatish kameralarini taqib etdi yoki elib o'tdi. Yo'l-yo'lga barrikada qurdi. Kuzatuvchilarning kuzatishicha namoyishchilar tilgraf aloqalarini ishlatdi. Turg'unboyev misol keltirib mundaq ko'rsatdi. Namoyish faoliyat markazidan bir hisoblangan Qozog'istonning cho'ng shahri Olmaotada taxminan 20 ming kishidan tashkillangan tashkiliy qurilmasi qattiq bir tashkilot kishilari 1-oyning 5-kuni shahar markaziga to'planib, hukumat binosini tizginlashga urindi. Bu tashkilot odam afzalligiga ega bo'lib qolmasdan hatto ularning qo'lidagi qurol-yaroqlar qonun ijro qiluvchilarning qo'lidagi harbiy qurol-yaroqlardan sarxillaydi. Bu shaharning o'xshash bo'lmagan rayonlarda namoyishchilar patronlarga o'q otdi. Yurishda qurol-yaroq do'konlarini kontrol qilib oldi. Qurol-yaroq o'q dorilarni qo'lga tushirdi. Ular qatnash vositalarini va shaharlik hukumatning mashina avtobuslarini tutib qoldi. Hamda qonun ijro qiluvchilarga berib soqoldi. Saqchilarga qaratib o'zidan yanadigan botolka otdi. Hamda saqchilarga qaratib o'q chiqardi. Mashinalarga o't yoqdi, mulozimat mashinalarini ko'ydirib tashladi. Buningga bir misol shuki 1-oyning 6-kuni va 1-oyning 7-kuni Talas shahrida va Taldiqo'rg'on shahrida ko'tarilgan namoyish buningga misol bo'la oladi. Taldiqo'rg'on shahri sobiq prezident Nazarboyevning shahri yurti. Turg'unboyev bunda ko'rsatdi. Bu shaharlar namoyishchilar turmalarni egallamoqchi bo'lishdi. Saqchi idorasi va harbiy aslahalarga hujum qilmoqchi bo'lishdi. Qurol-yaroqlarni kontrol qilmoqchi bo'lishdi. Lekin bu harakatlar oxirgi hisobda mag'lub bo'ldi. Mushuni mag'lub bo'ldi deylik, lekin mush xabarni Turg'unboyev mushunda aytibdi. Bu bir tarafning xabari deymiz vatandosh, biz bunday xabarni. Birinchi bu xabarda ko'zda tutgan masala Rossiyaning Qozog'istonga askar chiqarishi yo'lliq. Rossiya ya'ni kollektiv qo'g'dinish armiyalarining Qozog'istonda namoyishlarni bostirishi yo'lliq. Shundaqla Qozog'iston hukumatining ham namoyishlarni bostirishi yo'lliq. Chunki ko'rdingiz, mana ularning qo'lida sarxil qurol bor edi. Ular saqchilarga hujum qildi, qatnash vositalarini kontrol qilib oldi. Qurol-yaroq do'konlarini kontrol qilib oldi. Demak, bu sabablarning hammasi sababning o'zi mushu bo'ladigan bo'lsa, mening bostirishimning sababi mushu bo'lib qoladi. Mening bularni bir taraf qilishimning sababi mushu bo'lib qoladi.
Demek Pakistan'ı bu halde keltiriş üzerinin namı yolluk kelligini ispatlaştın ibaret degandek bir haber. Körüp bakma, mesela bularning qo'lida qurol soqchilarnikidan sarxil bo'lsa, qurol yaraq do'konlarini kontrol qilib olsa, harbiy aslarlarga hujum qilsa, kuch suyaga bo'lsa, 20 ming kishi tashkillangan bo'lsa, 20 ming kishi qo'li qurol yaraq olgan bo'lsa, vaqtda nima bo'lib ketdi Qozog'istonning ishi vatandoshi? Bu xabar sal ko'ptirilgan xabarmi yoki qanday? Savol qo'yib anglab qo'ysiz. Buni Doviy Torbiti beribdi, Xitoyning Torbiti. Xitoy endi buni ko'ptirdi, demaydi, buni ko'ptirmaydi, degili bo'lmaydi Xitoyni. Chunki bu yerda Xitoy Qozog'iston hukumatining namoyishchilarni bostirishni qo'lladi degan gap, bostirish kerak bo'lgan sabablarni Xitoy ko'rsatib beryotdi yoki ko'ptirib beryotdi deganlik gap vatandosh. Hozir Xitoyning Doviy Torbiti beryotdi. Buni odatda Elaka tor bateriya yoki app qochdi, sap qochdi xabarlar emas bu. Shunga biz bu xabarga, ikkinchi xabarga Turg'unboyev muvaqqat ministrining xabariga biz shunday muomala qilamiz. Qozog'iston xalqi qo'liga qurol elish darajasiga yetmadimi? Sizga bizga qarang'i vatandosh. Buni endi boshqa taraflarda aniqlab anglab beqishim mumkin tamamen, lekin Doviy Torbitining berishidan qaraganda men buni Doviy Torbiti ko'p turibdi deb tushunaman. Lekin shundoq bo'lsa-mu Qozog'istonga aminlik, Qozoq xalqiga aminlik, Qozoq davlatiga aminlik tilaymiz, hurmatli vatandosh. Endi bu yerdagi muhim gap shuki, xabarda hozir nima deyildi? Nazarboyev butunlay elib tashlandi. To'qayevning qo'lida Qozog'istonning ichki tashqi siyosati o'zgardi. Biz boshda nima dedi xabarda? İqtisodiy hamkorlik qanday ta'sir etadi? Bu yerda eng nozik bir narsa hozir Rossiya bu yerga askar kirgizdi Qozog'istonga. Neft, tabiiy gaz va boshqa rangli metallar, uran 40% atrofida Qozog'istondan chiqadigan uran. Mushu madan boyliqlarini kim egallaydi? Çünkü hükümetinin şirketleri egallandı ve yoki Rossiya endi bu yerda qaytadan bosh ko'taramdi. Masalaning tuguni mushaydi. Rossiya bilan Xitoy hukumati mushu masala bo'yicha, masalan Qozog'istonga qanday muomala qilish bo'yicha bir fikrga keladi. Bu yerda manfaat talashib bormi yo'q. Masalan, eng nozik masala tabiiy gaz va xom neft va boshqa madan boyliqlarining bahosini xalqaro bahoni kim bekitdi? Nozik gaplar vatandosh.